Bismillahirrahmanirrahim. Xayrli kunlar, azizin og'alarim, opa-singillarim. Umid qilaman dunyoni har joyga bo'lsalaringiz sog' va saadmand va sarohol bo'lingizlar. Azizin og'alar, birlik, barobarlik va rasonaning kuchini ko'rdik. Bir haftaning ichiga Javuzjon bilim yurtining lavhasiga o'zbek tilini dubora izofa qildilar. Shu kishiki bunday fikr qilib edi, agar men bu ishni qilsam o'zbeklar o'lgan, ulardan ses chiqmaydi deb qilgan ishiga pushaymon bo'ldi. Va biz ham o'rgandikki, agar birlik bo'lsak, muttahid bo'lsak va barobar bo'lsak, bir-birimizni muqobilaga kinimiz bo'lmasa, biz ko'p yaxshi ishlarni bajaramiz va yaxshi ishlarni qilamiz. Kelingizlar, ona tilimizni sevgisi bilan ittihodimizni, hambastagimizni hifz qilaylik. Undan keyin ko'rasizlarki, qudrat qayergadir. Muvaffaq va salomat bo'lingizlar.